Do'stlar, srochniy sotiladigan qo'ylar bor ekan. Ukamizda srochniy sotib yuboraman aka, 1-2 kunda pul zaril deyapti ukamiz. Kelishtirib bozor narxidan o'ta arzon narxda berib yuboraman deyapti. Nimaga? Maqsad 1-2 kunda bitiradigan ishi bor ekan do'stlar. Mana shu qo'ylar mana ko'paytiraman deb yaxshi niyatda o'zi chiroyli qilib bitta ikkita qilib ko'paytiraman deb yaxshi qo'ylarni terib yig'ib olgan ekan. Prosta ozgina hozir bitiradigan, srochniy bitiradigan ishi bor ekan. Shunga hammasini optim narxda bozordan o'ta arzon narxda berib yuboraman deyapti. Ukaxon, qo'ylarni shunday chiroyli qo'ylarni nimaga sotaman deyapsiz? Narxini kelishtirib arzon berib yuboraman dedingiz-a? Gap javob qilib bozorda o'ta arzon narxda qilib berasizmi telefon qilgan odamlarga? Xolos kesishini bitiramiz aka. Do'stlar, mana ukaxon nimaga sotib yuboryapsiz shunaqa zo'r qo'ylarni? Ozgina planimiz o'zgarib qoldi. Pulzarlik joyi bor. Shuni sotib vaqtiga foydalantirmasak bo'lmaydi. Bo'ldi. Uka, do'stlar, ukamizni o'z ko'pchilik Chinovodda taniydi do'stlar. O'zi qo'yib olib, sotib, unaqa ish qiladigan bola emas, o'zining boshqa biznesi bor. Bu ukamizni srochniy sotib yuboraman deyapti. Do'stlar, telefon qilib, endi narxini hozir bayda har xil ekanda do'stlar, narxini ayta olmaymiz. Narxini tepasiga kelib, ukamiz o'zi bilan bemalol savdolashib, bozordan o'ta arzon olsanglar bo'ladi do'stlar. Kelgan odamni xullas ishini bitirasiz, ukaxon. Xudo xolasa. Kelgan odamni ishini bitiradi. Do'stlar, mana shu videomizni qo'y qidirib yurgan tanish-bilishlarga jo'natib qo'yinglar. Qo'ylar mana hozir qo'ylarni mana yaqinroqdan syomka qilib beraman do'stlar. Qo'ylar mana o'ta go'zal holatda ekan mana. Bu yoqda 15 bosh pashti hammasi bo'g'oz ekan do'stlar. Bu yoqda mana 2000 dollarlik katta qo'chqor olib kelingan ekan. Atenatdan, marhamatdan borib ukamiz mana shu 2000 dollarga naslni toza nasl qilish maqsadida mana shu katta qo'chqorni olib kelgan ekan do'stlar. Endi srochniy sotaman deyapti, pul zarar. Shuning uchun bozordan o'ta arzon narxda qilib berar ekan do'stlar. Kimga mana shunaqa qo'ylar kerak bo'ladigan bo'lsa, ukamiz nomerini pastga qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib, tepasida savdolashib, narxini tushirib olsanglar bo'ladi. 5-6 ta oladigan odamga narxini chiroyli qilib kelishtirib qilib beramiz. U bitta, ikkita ichidan tanlab olsa, bilasizlar do'stlar, narxi sal o'zgaradi baribir. Optim narxda 5-6 ta, 7 ta, 10 ta hammasini oladigan bo'lsangiz, yana ham arzon qilib berar ekan. Iloji boricha chiroyliroq qilib, yaqinroqda olishga harakat qilyapmiz mana.